باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli qarindoshlar, oldi bilan Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdu sana va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga pak durud salamlarimizni yo'llagan ekan. Bugun yangi bir Asmaullahil Husna programmamizning ikkinchi soni bilan sizlar bilan yuz ko'rishib o'tiribmiz. İnşallah Allah subhanahu va taolo xolisa bugungi bu programmamizda o'tgan soatda sizlarning diqqatingizga so'rab o'tgandek, biz bugun Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan Alloh subhanahu va taoloning 99 ismiga aloqador bo'lgan hadis Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna degan hadis bilan وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا degan bu oyatlar haqida to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan. İnşallah bugun mushu haqda to'xtalib o'tamiz qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolodan anglagan, biz o'rgangan bu bilimlar orqali bizni o'zining eng to'g'ri yo'lga yetaklashini, bizga eng to'g'ri tushunchani ato qilishini Alloh subhanahu va taolodan to'g'richilik bilan tilaymiz. Qarindoshlar, yuqorida so'zlab o'tdik. Alloh subhanahu va taoloning 99, yani 100 bir kam 100 ismi var. Kimiki men ahsaha dakhalal cennet dedi Peygamber aleyhisselam. Bu ihsanın ma'nosi nima? Kimiki bu yerda faqat yani sanashmi yoki tilga ep qo'yishmi buni, yoki o'qib qo'yishmi, yoki yodlashmi? İhsanın ma'nosi nima bu yerda? Rasulullah bir yerde kimki bunu ihsa kılsa cennetke kirdi dedi Rasulullah. Hatta lafzida cennetke kirip buldu bu insan dedi. Muşunu sanıyalagan insan, ihsa kılalan insan. Qarindoshlar, oldi bilan biz Peygamber aleyhisselam'dan inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida men ahsaha dakhalal cennet degan hadisi to'xtalaydi. Bu hadiste Peygamber aleyhisselam deydi ki Allah subhanahu ve taola'nın 99 yani 100 birikem 100 ismi var dedi. Birikem 100 ismi var. Kimi ki bunu ihsa kılsa cennetke kirdi dedi. Yani cennetke kirdi de Peygamber aleyhisselam bu hadisi düşündükteydi. Bu hadiske Müslim ve Buxori'den ibaret dağınık hadis şunas bu iki kitapta tilga ilingan muttafaqun aleyh bo'lgan hadis. Yani sahihlik, to'g'riliq darajasi eng yuqori darajadagi bir hadis. Lekin biz bu ihsa degan so'zni qanday tushunamiz? Qaysi shaklda tushunamiz degan vaqtida biz tuvandagi oyatni o'qiymiz. Sura Maryam 94-oyatda Alloh subhanahu va taolo deydi: "Laqad ahsahum wa addahum adda." Alloh subhanahu va taolo shaksizki ularni Alloh to'liq egalladi ve sanını mükemmel bildi. San. Bir yerde kaynedeki başta ahsahum ihsa kılışını tuluk mükemmel egelledi dedi Allah subhanahu teala. Mükemmel tuluk egelledi ve sanını bildi. Addahum adda sanı diye ulanı. Bir sanı diye diyen bir ma'noda keldi. Yani bir yerde bu ayette tilg'aylangan şekilde bununla qaraydigan bo'lsak, ihsanın ayrım el-addu yani sanash degan so'zning ayrim ekanligini, ikki narsa ekanligi bizga oshkora bo'ldi yani. Bizga bu narsa namoyon bo'ldi bizga. Masalan buni misol keltirsak, bir muallim sinfdagi o'quvchilarni 1 2 3 4 5 6 deb bilan bunda birdan sinfda qancha o'quvchi bo'lsa,
buni sanasa, bu sanash yo'ldamda. Adda, ya'ni sanash shaklidagi tez suratda sanab chiqish yo'lida. Ammo ihso qilish qaysi shaklda bo'ldisa, bu muallim shu sinfdagi har bir o'quvchininki imkoniyatining qanday ekanligi, oilasining qanday ekanligi, darsdagi natijasining qanday ekanligi, uydagi o'rnining qanday ekanligi, Allah subhanahu va taolaning manhaj programmasida taqvoligining qancha ekanligi degandan iborat har bir o'quvchining butkul ahvolini, barliq mayli maktabdagi va oiladagi, jamiyatdagi barliq o'rnini to'liq bilsa bir o'qituvchi u vaqtda ihso qilgan bo'ldi. Ihso, ya'ni mukammal shaklda shu har bir o'quvchisiningki barliq ahvolni mukammal shaklda bilgan vaqtida uning keynidan nima qilgan bo'ldi? Ihso qilgan bo'ldi ekan. Payg'ambar alayhissalom shuning uchun bu yerda Allohning 99 ismini ihso qilish, ya'ni mukammal ravishda uning barliq ma'nilarini to'liq shaklda tushungan shaklda bilish, buni egallashni jannatga kirishga yetarlik birdan bir sabab qildi Rasululloh bu hadisida. Buni agarda har qanday bir mu'min ana shu ismlar talab qilgan shaklda uning ma'ni faqat o'qibli qo'ymasdan, balki yodlabli qo'ymasdan, buni faqat har bir ismning talab qilgan shaklda umumiy ma'nosini to'liq tushungan, o'ziga o'zlashtirgan shaklda bilgan, ihso qilgan kishining jannatga kirishga ana shu qiliqi, shu amalininki jannatga kirishga yetarlik sabab ekanligini bildirib, bu hadisida shunday deydi Rasululloh. Bu hadisni yana bir oyat bilan, ikkinchi bir oyat bilan texambak yaqinlashtiramiz. Allah subhanahu va taala Sura Kahfda shunday deydi: "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus solihat." Mal dunyo va farzandlar, bolalar bo'lsa, bu hayati dunyoning zinnati deydi Alloh subhanahu va taolo. Hayati dunyoning zinnati. Va wal-baqiyatus solihat, qilib qoldigan narsalar nima deganda, yaxshi amallar qilib qoldi dedi Alloh subhanahu va taolo. Bu yerda wal-baqiyat degan vaqtda nima degan gap buning ma'nosi? Ya'ni yuqoridagi oyatning beshi tilg'ilingan al-malu wal-banun, mal dunyo, bu narsalarning hammasi zail, yo'qaydi ey inson deganni bildirmoqchi bizga. Hammasi ketadi, yo'qaydi, tugaydi. Butun maxluq mush zamin yuzida har qanday narsa kullu man alayha fan. Allah sura Rahmonda deganda kullu man alayha fan, bu zamin yuzidagi har qanday maxluq qarindoshlar hammasi yo'qolguchi, tuguguchi, zail bo'lguchi. Har qanday maxluq Allah subhanahu ana shu izzat, jabarut egasi bo'lgan Allah subhanahu va taoladan boshqa butun maxluq hammamiz tugab yo'qaymiz, o'limiz, tugaymiz. She'rda bir beytda shunday deydi-ki: "Wal-laylu mahma tala fala budda min tulu'il fajri wal-umru mahma tala fala budda min nuzulil qabri." Kecha mayli qanchalik uzun bo'lib ketsin, cho'qim tong atmay qolmaydi. Ömür qanchalik uzun bo'lib ketsin, cho'qim qabriga kelmay amal yo'q, qabriga cho'qim kelmasi. Va kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu. Fa iza hamalta ila al-qubur janazatan aw fa iza hamalta ila al-qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Har qandaq ibn unsa, har qandaq bir kishi, bir ayol zotininki o'g'li bo'lgan har qanday maxluq mayli uning salomatligi, sog'lomligi qanchalik uzun bo'lib ketsin, cho'qim u bir kuni ana shu haliqi jinozadan iborat bu narsaning ustiga qo'yilib, shuning ustida ko'tarilib mangdi. Kishilar uni ko'tarib mangdi. Agarda bugun sen bir jinozani qabristonlikqa ko'targan bo'lsang, qabristonlikqa bir jinozani ko'tarib mangan bo'lsang, bilginki sen uning keynidan sen ham ko'tarilasan bu beytda. Demak, har qanday narsa bu zamin yuzidagi chuqum zavolliqqa, tugashga qarab ma'noda. Bu mutlaq al-malu wal-banunu zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus solihat. Bu yerda keyin bu oyatdagi shunda bir inchki nuqtaga yana bir diqqat qilaylik qarindoshlar. Ya'ni mal, o'ylab boqaylikki, mal dunyo agarda farzandsiz, bola chaqasiz bo'lsa, uning hech bir ta'mi bo'lmaydi uning. Uning lazzati, uning huzuri bo'lmaydi. Dal aksicha, bola farzand chaqi mal dunyosiz, hech qanday mal dunyosiz gadaylikda farzand bo'lib qolsa, yana bir mushkil, yana bir avojchilikdan iborat.
Allah bu yerda shunchalik inchiklik bilan tilga olganki, hayoti dunyoning zinnati al-malu val banun. Mal dunyo va farzandlar deb tilga bu yerda. İkisi birga bo'lgan vaqtda andan keyin uninki hayoti dunyoning zinnati ekanligi. Mushlarning hammasi ham, lekin Alloh subhanahu oyatning keynidilam val baqiyatus solihat qilib qolganlar bo'lsa yaxshi amallar dedi Alloh subhanahu. Yaxshi amal qilib qoladi. Shu hayoti dunyoning zinnati bo'lgan narsa hammasi dunyoning matolaridan iborat, butun narsa ketib qoldi deb shuna deydi. Xo'sh, baqiyatus solihat degan nima? Ba'zi ulamolar deydi-ki, subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. Baqiyatus solihat bu oyatni tafsir qilib, ba'zi ulamolar baqiyatus solihat degan subhanalloh, Alloh paktur, valhamdulillah, butkul hamdu sana olamlarning Robbiga xosdir. Va la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Vallohu akbar, Alloh eng ulug'dir. Bu ma'nolarga, bu yerdagi tilga ilinayotgan bu so'zning ma'nosiga diqqat qilaylik. Buningga inchki nazar solaylik qarindoshlar. Yani biz subhanallah deb Allah subhanahu va taolaga tasbih etsak, yani biz onu tasbihimiz nima degan gap desa, Robbimizni butkul barliq nuqsonliq, ayiblik, barliq sifatlardan poklagan bo'ldik. Allah paktur, har qanday nuqsoni sifatlardan paktur deb Robbimizni ulug'lagan bo'ldik. Robbimizga alhamdulillah deb hamdu aytgan vaqtimizda uni alhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar, yani Allohga hamdu aytib, hamdu sanolar uningga xos bo'lsin deb, uningdan boshqa iloh yo'q deb, Alloh eng ulug' deb Robbimizga hamdu aytib, uni bir yakka yegona deb, uni eng ulug', eng cho'ng ekanligini degan vaqtimizda, demak bu nima desa, mu'min Robbini tuniganda shuna deyaladi. Buni degan mu'min faqat arafa robbahu, Robbini tunigan mu'min bu. Agar haqiqiy ma'nosini bilib, cho'nqur ma'nosini qalbiga septirib deyadigan bo'lsa, Robbini tunigan mu'min. Bu Robbini tunigan mu'min agarda Robbini shunda haqiqiy ravishda talab qilingan ravishda tuniy olsa, u mu'minning ko'zida barliq narsalarning hammasi kichik ko'rinishga boshlaydi. Hech bir narsa u Robbidan cho'ng emas, hamma narsa kichik ko'rinishga boshlaydi. Allohu akbarning ma'nosi nima? Allahu akbar min kulli shay. Har qanday narsadan cho'ng Alloh subhanahu taolo. Hatto biz bilgan, biz biladigan miqdor, biz xiyol qiladigan narsadan ham million narsa cho'ng Alloh subhanahu taolo. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihat. Xo'sh qarindoshlar, inson endi demak, inson, yani uni bir ta'bir bo'yicha tushuntirish to'g'ri kelsa, inson vaqtdan iborat narsa. Bir vaqt, zamandan iborat narsa inson. İnsan sen fakat zaman yani. İnsanni tunishtirish, yani insonni tunishtirish shaklida kelgan tunishtirishlarning ichidagi eng inchka, eng go'zal tunishtirishlarning birisi nima desa, annahu bid'atu ayyam deb, yani al-Imam al-Jalil bu tunishtirish kimniki desa, naiti ulug' olim al-Imam al-Jalil Hasan al-Basri ninki tunishtirishi bu. İnsan bir qancha kun, yani sen annahu bid'atu ayyam, ya insonni tunishtirib shunday deydi-ki, Hasan al-Basri rahimahullah, inson bir qancha kundan iborat dedi. İnsan bir qancha kundan iborat. Kullaman qada yawmun in qada bid'un minhu. Her kun o'tgan, her kun oxirlashgan hamon shu insonning bir partisi tugagan bo'ladi. Haqiqatan buni to'g'ri tushuntirishda, to'g'ri tunishtirish bu. İnsan bir kunimiz emas, her bir minut, sekundimiz o'tsa ham biz davomli xo'rabmamiz, tugabmamiz, yo'qolish qarab, eng oxirgi ajal soatiga qarab, xuddi soatning ostida o'xshab tez surati ma'murda qilmoqlar. İnsan bundan iborat. Shuning uchun har qanday bir kun tong otsa, fajr bo'lgan vaqtida u fajr shundan nido qildi dedi. Ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunadi ya ibn adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid wa tazawwad minni fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah deb shundan nido qildi. Har kuni tong otganda, ey ibn adam, ey adam o'g'li, men yangi bir yaratilgan, yangi bir maxluq degan sen uchun. Senin amelinge, senin hizmetinge, senin iş faaliyetinge ben şahit dedim. Ben guvahçı Allah'ın aldı da. Ben hemmisi guvah budu ben. Menden
o'zingga uzuq tulik olgin dedi. O'zingning oxirati uchun mendan bilgan foydalangan, o'zingning oxirati uchun bir narsalarni amal qilish orqali oxiratingga uzuq tulik yiqqin. Men qiyomat qoyim bo'lish qaytib kelmayman men deb shuna dedi, nido qildi dedi. Qiyomat qoyim bo'lish men qaytib kelmayman deb shuna nido qildi. Haqiqatan to'g'ri, Hasanul Basrining degandek inson bir qancha kundan iborat narsa. Har kunimiz tugan hamon shu bir parchamiz yo'q bo'lish qarab maqdi. Allah subhanahu wa ta'ala bu vaqtda oyatda sura Asrda shunday deydi. Val asri innal insana lafi khusr. Asr bilan, zaman bilan qasamki dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman bilan qasamki, shubhisizki, shaksizki inson ziyonliq ichida dedi. Ziyon ichida dedi. Bu yerdagi val asr zaman bilan qasam deb Allohning bu yerdagi qasamning javobi inson shaksiz, ya'ni mutlaq holatda ziyonning ichida dedi. Nima uchun ziyonning ichida? Chunki ba'zi tafsirlarda shunday kelganki, chunki u insonning har minut, sekundi, kuni o'tgan sari u inson xo'rab ma'noda yana. Tugashga qarab, yo'qolishga qarab ma'noda. Har minut, sekundi o'tgan sari. Lekin u inson agarda Robbini tunisa, bu ziyon, ya'ni har kuni bu xo'rash, uningdan xo'rayotgan bu xo'rashni agarda Alloh subhanahu va taolani tunisa, Robbining manhaj, dinini tunisa, programmasini tunisa, o'zini Allohning itoatiga yüzlendirip Allah'ın itaatiga selip mağsa, Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi amallar bilan Rabbiga yaqinlashsa, u o'zidan kundi xo'rayotgan bu xo'rashning o'rnini to'ldirib olaydi dedi. Haqiqatan sura Asrning keyinida ham bu ziyonkorlikni inson jinsining hammasi ziyonkorlikning ichida deb bo'lib Alloh oldi bilan, ya'ni inson jinsi ismli bu maxluqning har qanday insonlar bo'lsa hammasi ziyonkorlikda deb bo'lgandan keyin bu ziyonning ichidan qutulgan kishilarni qanday sifatlagan? Illallazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Bundan mustasno qilib dediki, iymon kelib, faqat iymon keltirgan kishilar, yaxshi amallarni qilgan kishilar va bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar bundan mustasno dedi. Bular o'zining shu kunda xo'rayotgan bu hayotidan tugashga qarab ma'miz ya, bu xo'rayotgan bu ziyonkorlikning ichidan qutulib chiqib, buning o'rnini to'ldira olgan kishilar. Buning o'rnini bu güzel ameller bilan to'ldira olgan ziyonkorlikning ichida bo'lmagan kishilar bo'ladi dedi Alloh subhanahu wa taolo. İmam Şafii rahimahullah shunday deydi-ki, mushu oyatning keyinda hadihi arkanun najat fid dunya. Bu dunyoda nijot tepishning, dunyoda g'alaba qilishning rukunlari bu dedi. Dunyoda nijot tepishning rukuni bu dedi İmam Şafii rahimahullah. Dunyoda nijot tepishning rukuni, eng asosiy bu deb shunday dedi. Chunki inson chuqum Rabbini tunishi kerak, Parvardigorini tunishi kerak. O'zini Alloh subhanahu va taolaning itoatiga, Allohning toatiga yuzlantirishimiz kerak. Chuqum Alloh subhanahu va taolo tarafga kishilarni da'vat qilishimiz kerak. Da'vat qilish, Alloh yo'liga da'vat qilish har bir musulmonning ustiga farz ayin qarindoshlar. Rasululloh ballighu anni walau aya, mendan bir oyat bo'lsa yetkazinglar dedi. Lekin bu farz aynani qaysi farz ayn deganda hammamizga ma'lum bo'lgandek, har bir insonningki bilgan narsasi, bilgan ma'lumotiga ko'ra, ma'lumoti qanchalik bo'lsa va tunigan kishilarning doirasida, yana har bir musulmon, chunki ammatul muslimin, musulmon umumiy ko'pchilik musulmonlarga nisbatan farz ayn bo'ldig'ini nima desa, faqat o'zi bilgan miqdorda va o'zi tunigan kishilarga nisbatan farz ayn, Allohga da'vat qilish, yaxshilikqa buyurish, yomonlikni o'sish bu farz ayn. Ammo olimlarningki vazifasi undan boshqa cho'ng bo'lgan gap, hammamizga ma'lum. Xo'sh, endi shuning uchun qarindoshlar, inson yuqorida so'zlagan oyatlar buning ma'nosini shuni chiqaramizki, inson yoki u o'zining umrini shunda xo'ritib, shunda ishiltiblam tugitib o'tadi, yoki bo'lmasa buni go'zal dunyoda Alloh ato qilgan bu ne'matlar bilan dunyoda uni go'zal bir ish qilib, dasmi silib mablag' soladi. Ikkisining birisini qilmay qolmaydi inson. Yoki shu paytda vayron qilib xo'ritib tugitadi, yoki uni eng go'zal narsalar bilan to'ldirib, uning o'rnini dunyoda, hayoti dunyoda, oxirat uchun mablag' soldi bu dunyoda.
Rabbini tunuydu, Rabbining manhaj programmasida mağdu, bunu tunuydu, özünün nefsini Allah subhanahu ta'ala'nınki itoatiga yuzlandirdi, Allohga bütün yaxshi amallari bilan Allohga yaqinlashdi, vaqtini sarf qildi, mol dunyosini sarf qildi, ulug' ishlar, shu Allah subhanahu va ta'ala yo'ldagi barliq go'zal ishlarga sarf qilib, shu bir zaman, shu dunyodagi cheklik hayoti vaqti o'tgandan keyin Allah dargohida uning manfaat berishi uchun, manfaatga Allah'ın savobiga, ajriga erishish uchun dunyoda go'zal bir mablag' soldigan bir hayot qilib, hayotini shu shaklda davomlashtirdi. Xo'sh, endi bu Asmaullohil Husnani o'rganishdiki, Asmaulloh, Allohning ismlarini bilishning ahamiyati nima? Qarindoshlar, biz o'tgan soatdagi programmamizda ham deganimizdek, Asmaullohil Husnaninki, Allohning go'zal ismlarining aqidadagi o'rni intayin nihoyatda cho'ng bir o'ringa ega, nihoyatda qattiq ahamiyatga ega bir o'rinni egallagan. Asmaulloh, Allohning go'zal ismlari. Ibnul Qayyim rahimahulloh, ulug' olim Ibnul Qayyim rahimahulloh nima deydi? Qarab boqaylik. Deydi-ki, al-ilmu bi asma'ihi va ihsa'uha aslun li sa'iril ulum. Faman ahsa asma'ahu kama yanbaghi ahsa jami'al ulum. Deb shuna deydi. Asmaulloh, Allohning go'zal ismlarini bilish, bu haqda bilim elish, bu haqdagi ilmni o'rganish va uni ihso qilish. Ya'ni Asmaulloh, Allohning bu go'zal ismlarini eng go'zal shaklda, talab qilingan shaklda bilish, buni tushunish, o'ziga o'zlashtirish barliq boshqa ilmlarning hammasining asosi bu deydi. Bu asl bu deydi. Bu asasi bu deydi. Kimiki Allohning go'zal ismlarini haqiqiy ravishda ihso qilsa, to'liq ravishda tushunib o'ziga o'zlashtirsa, u xuddi qanday barliq ilmlarni ihso qilgan, barliq ilmlarni o'rgangan kishi o'xshaydi. Barliq ilmlarni o'rgangan kishi u deydi. Shahr ibn o'tgan soatimda dedik, Shahr ibn Hawshab radhiyallohu anhu deydi-ki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, fadlu kalamillahi ala kalami xalqihi ka fadlillahi ala xalqihi. Allohning so'zlari bilan mahluqotning so'zlari o'ttirisidagi farq, fazilat Allah bilan mahluqot o'ttirisidagi fazilat ortiqchilik o'xshashundan ortiq deydi. Ya'ni bundan shuni chiqadiki, Allohni tunish, Allohning ma'rifati bilan Allohning mahluqotlarining ma'rifati, bu ikkisini o'ttirishgan, Allohning mahluqotlarini tunish bilan Allohni tunishning o'ttirisidagi, bu ikkisini o'ttirisidagi farq, fazilat nima desa, Alloh bilan Allohning mahluqotlari o'ttirisidagi ortiqchilik, fazilatda shundan ortiq farqi bor. Xo'sh, qarindoshlar, biz shu narsani tasavvur qilib boqaylik. Bir inson dunyoda masalan yadro fizikasiga aloqador eng oliy bir shahodat guvonomiga bir nimaga ega deb o'ylab boqaylik, tasavvur qilaylik. Dunyodagi eng ilg'or yadro fizikasiga aloqador bir shahodati bor bu insonning. Endi bu insonninki ajli tugagan hamon shahodati hamma narsaning roli tugaydi. Shu hamma narsa hech nimaga aqmay tugaydi. Eng donglik bir shahodat bu inson. Deb qoldiki, kishilar palani doktor, pistani professor, u palan pistan menda injener deb qoladi. Keyin shu gapni qilib qoldi, tugaydi. O'ldi, o'lishi bilan tugaydi. Shahodat, mahodat, hamma narsaning ishlash nimasi butunlay tugaydi. Lekin o'ylab boqaylik qarindoshlar, bir inson Alloh subhanahu va taolani tunisa, Allohni bilsa, haqiqiy ma'rifat tunish talab qilingan, qandoq tunish talab qilingan bo'lsa, shu shaklda tunisa, u o'lgandan keyin ham uning manfaatidan foydalanadi qarindoshlar. U inson o'lishi bilan tugmaydi uning manfaati. O'lgandan keyin ham eng katta narsadan o'lgandan keyin ham foydalanadi. Dunyoda mangulik foydalanadi bundan. Mangulik foydalanadi. Shuning uchun har bir ilm bir huzurlantiruvchi, manfaat beruvchi emasdi. Baxt, saodat ato qiluvchi emasdi. Ma kullu ilmin nafi'in bi mus'id. Har bir manfaatli ilmning hammasi ham baxt, saodat ato qiluvchi emas. Dunyoda nurg'unlagan, manfaat beradigan, dunyoda manfaat beradigan ilmlar bor. Lekin u baxt, saodat ato qilinmaydi. Faqat lekin Allohni tunish ilmi, Allohni bilish ilmi bo'lsa-ku,
Dunyoda ham manfaat ato qiladi, oxiratda ham. Dunyo buni bilish bilan inson dunyo va oxiratda baxt saodatning ichida yashaydi. Oxiratda ham eng katta baxt saodatni shu yerda ko'radi. Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-janna deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadisini deyishi buning uchun bo'lsa kerak qarindoshlar. Haqiqatan bir inson, bir mu'min Parvardigorining 99 ismini o'zidan talab qilingan shaklda agar o'rganib, buni o'ziga o'zlashtiradigan bo'lsa, uningdan isil mu'min bo'lmaydi qarindoshlar. Uningdan isil axloqli, uningdan isil taqvodir musulmon dunyoda topilmaydi. Shuning uchun Rasululloh jannatga kirishga kifoya bo'ladigan, yetarlik bo'ladigan birdan-bir sababni bu Asmaullohil husnoni ihso qilish degan. Xo'sh, endi kayfa nuhsiha? Buni qanday shaklda ihso qilamiz? Qaysi shaklda? Biz yuqordimi deb o'tdik. Buni hargiz sanab qo'yish, yodlab qo'yish, o'qib qo'yish, anglab qo'yish bilan ish tugmaydi. Hargiz ihso qilgan bo'lmaymiz. Agarda bu qadar ish bunda oson bo'lgan bo'lsa, qarindoshlar, tarixdan buyon bu yo'l uchun, bu tavhid, bu din uchun to'kilgan qonlar, berilgan qurbonliklar, u narsaning hech biri kerak bo'lmagan bo'ladi. Agar bunda oson bo'lgan bo'lsa, al-ihsoni haqiqiy ravishda, uning mafhum tushuntirishlarini haqiqiy ravishda tunib, lafzini tunigandan boshqa, sonini bilgandan boshqa, uning biz barliq ma'nilarini, uning dalolat qildigan, nimani ko'rsatyapti, nimani talab qilyapti bizdan, bu shaklda bilsak, ondan keyin biz haqiqiy ihso qilgan bo'lamiz qarindoshlar. Xo'sh qarindoshlar, biz Alloh subhanahu va taolani tunish, Allohni tunishimiz kerak dedik. Allohni tunigan vaqtida biz agarda Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning har qanday bir ismini tunisak, har qanday bir ismini bilsak, uningga bog'lansak, biz shuningdan chuqur bir narsani sug'urib olamiz o'zimizga. Allohning Rahim sifati, Rahim, nihoyat rahimdil dedik. Agar bu Rahim Allohga bog'langan, bu Parvardigoriga bog'langan kishi chuqur uning qalbida rahmat degan narsa o'rinlashgan bo'lishi kerak. Ha? Rahim Allohga bog'langan kishi chuqur uning qalbida rahmat o'rinlashgan bo'lishi kerak. Allohning shu so'ziga diqqat qilaylik qarindoshlar. Alloh deydi-ki: "Fa bima rahmatin minallohi linta lahum." Ali Imronda shuna deydi Alloh. "Fa bima rahmatin minallohi linta lahum." Ya'ni sen Allohdan bo'lgan rahmat bilan ularga muloyim bo'lding dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sening qalbingda, ya'ni sen ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga bog'lanish yo'li orqali qalbingda qaror olgan rahmat sabablik ularga rahimdil bo'lding ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam dedi. Sen oldi bilan bizga bog'landing, bizga ulaşding. Bu bog'lanish sabablik sening qalbingda rahmat degan narsa qaror oldi. Bu rahmat bilan sen ularga rahim shafqat, rahimdil bo'lading ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sen ularga rahimdil, muloyim bo'lganding, uning keyindan ular atrofingga o'lashdi deydi Alloh subhanahu va taolo. "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik." Agar desan dal aksicha bu noyati qo'pol bo'lgan bo'lsang, ya'ni bu yerda tafsirshunoslarning ba'zi tafsirlarda shunday kelganki, ya'ni agarda sen bizdan yiroq bo'lgan bo'lsang, Allohdan yiroq bo'lgan bo'lsang, bizdan yiroq bo'lgan bo'lsang, qalb u vaqtida qalb qasovatga, qattiqlikka to'lgan bo'ladi. Insonning qalbi qattiqlikka to'lgan hamon uning tiliga oshkor bo'ldi bu vaqt. Qo'pol bo'ldi bu vaqtida. Qalbi qattiq inson qo'pol bo'ldi, tilida oshkor bo'ldi, tilida namoyon bo'ldi. Qo'pollik bo'ldi. Bu qo'pollik maydonga kelgan hamon insonlar, butun insonlar uning atrofidan qochdi. Hech kim anglamaydi uning gapini, qo'pol vaqirab jaqirishlar. Kim anglaydi uning gapini? Matematik shaklda tushundirsak, Allohga bog'lanish, ittisol, Allohga bog'lanish. Bunun keyindan Allohga bog'langan kishida rahmat maydonga keldi, rahmat shakllandi. Allohga bog'lanish, rahmat shakllangandan keyin muloyim bo'ldi o inson, layyin, muloyim bo'ldi. Uning keyindan insonlar atrofiga o'lishdi, iltifof, insonlar uning atrofiga o'lishdi. Dal aksicha, inqito, Allohdan uzilish, Allohdan yiroqlashish, buning o'rniga qasovat, aqsli qasovat keldi. Qasovat, qattiqlik, qalb qariyib ketgan gap, qo'pol bo'lgan. Uning keyinda insonning tili oshkora bo'ldi, qo'pollik maydonga keldi. Qo'pol bo'lgandan keyin kishilar uning atrofidan tarilib ketgan gap. Tamamen matematik bir shaklda tushuntirishlik. Shuning uchun
فكلما ازداد إيمانك ازدادت رحمتك. ازدادت رحمتك. Her daim, her qaçan bizninki imanımız ziyade bo'lgan sene, imanımız ziyade bo'lgan sene, rahmetimiz, rahimdilligimiz, shafqatimiz ham shunchalik ziyade bo'ladi. Wa man la yarhamu la yurham. Rahim qilmaydigan kishi rahim qilinmaydi. Rahim qilmaydigan kishi rahim qilinmaydi. Allah hadis qudsi shuna deydi-ki: "Ya ibadi, iza aradtum rahmati farhamu khalqi wa ab'adu qalbin anillahi al-qalbul qasi." Ey bandalarim, agarda mening rahmatimni iroda qilsanglar, agar mening rahmatimni xohlasanglar, mening xalqimga, mening maxluqotimga rahmat qilinglar dedi. Bularga rahim qilinglar dedi. Allohdan eng yiroq qalb, Allohdan eng yiroq qalb al-qalbul qasi dedi. Qattiq qalb dedi. Qitib ketgan, noiti yumshimas tosh yurak bo'lib ketgan bu qalb Allohdan eng yiroq qalb bo'ladi. Shuning uchun biz deymizki, Allohning Rahim ismini tushungan, Rahim ismini bilgan, tunug'an kishi u ana shu Alloh subhanahu va taolo shu Rahim Robbi bilan bog'landi. Buning bilan o'lishib, buning bilan bog'landi. Shuning bilan qalbi, uning qalbi rahmat bilan to'ldi. Mana bu haqiqiy meva bu hamda. Buning o'zi ham yana haqiqiy namozning mevasi ham bu shaklda Qur'oni Karimda va aqimis solata innas solata tanha anil fahsha'i val munkar va la zikrullohi akbar dedi Alloh subhanahu va taolo. Sura Ankabutda. Namozni ado qilgan. Shaksizki namoz fahsha, buzuq, fohishi, yomon, buzuq ishlardan va munkar yomon ishlardan qanday qilib cheklaydi bu dedi. Namoz buni qildi. Oyatning oxirida deydi-ki: "Va la zikrullohi akbar." Allohning zikri akbar, texmi cho'ng dedi. Mufassirlar bu oyatni tafsir qilgan. Tafsirlarning ichidagi eng inchki nuqta shuki, ajoyib go'zal tafsir qilgan tafsirlarning ichidagi birisi shuki, bu oyat haqida zikrullohi laka akbar min zikrika lahu ayyuhal inson. Ey inson, seni Alloh subhanahu va taolaning seni zikr qilishi, seni tilga elishi, sening uni zikr qilishingdan cho'ngdir. Shuna deydi. Va la zikrullohi akbar yana Allohning seni zikr qilishi ey inson, sening Allohni zikr qilishingdan afzal, sening Allohni zikr qilishingdan kattaroq bo'ladi. Ya'ni sen zikr qilsang, sen o'zingning ibodat majburiyatini ado qilgan bo'lding. Sen Allohni zikr qilsang, sen o'zingning ustidagi ibodat majburiyatini ado qilgan bo'lding. Ammo Allohning seni zikr qilishi, Allohning seni aslashi bo'lsa, agar bunda Alloh seni aslab seni zikr qilgan bo'lsa, sening qalbingni rahmat bilan to'ldirib o'tadi. Sening qalbingni xotirjamlik bilan to'ldirib o'tadi. Qalbingni boylik bilan, qalbingni Allohning barliq ustunga tushirayotgan har qanday ishdan rozimanlik bilan to'ldirib o'tadi qalbingni. Qalbingni ishonch bilan to'ldirib o'tadi. Zikrullohi akbar min zikrika lahu. Allohning seni zikr qilishi, sening uni zikr qilishingdan akbar, noiti kattadir dedi. Shuning uchun asarda kelganki, asarda buyuti fil ardil masajid va inna zuwaraha hum ummaruha fatuba li 'abdin tatahhara fi baytihi thumma zarani wa haqqun 'alal mazuri an yukrima as-sa'ir. Mening zimindagi uylarim bo'lsa masjidlar dedi. Mening zimindagi uylarim masjidlar. Uning ziyoratchilari bo'lsa, ular shu masjidlarni obod qiluvchi mu'minlar dedi. Shundoq bir bandaga xush muborak bo'lsin-ki, uyida tahorat elib, uyida tahorat, uning keynidan meni ziyorat qilgan masjidga kelgan mu'minga xush muborak bo'lsin dedi. Ziyorat qilinuvchining ustidagi majburiyat nima? Ziyorat qiluvchini ikrom qilish, uni hurmatlash, izzatlash dedi Alloh subhanahu va taolo. Ziyorat qilinuvchining ustidagi majburiyat haq nima desa, ziyorat qiluvchini hurmatlab, izzatlash uning ustidagi majburiyat. Ya'ni men hurmatlayman, izzatlayman dedi Alloh subhanahu va taolo. Bir qarindishimizning, bir do'stimizning uyiga kirsak, u bizga ba'zi yemak-ichmak, tomoqlarni, choylarni aka bizni hurmatlab ziyofat berishi mumkin. Lekin biz Allohning uylaridan bo'lgan bir uyga kirsak, Alloh subhanahu va taolo bizga hikmat ato qilishi mumkin. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, uningga haqiqatan
nihoyatda ko'p yaxshilik ato qilingan kishi bo'ladi. Nihoyatda ko'p yaxshilik ato qilingan kishi. Demak, shu hikmat bilan inson oila turmush, ayollik turmush, oila turmushida ham eng birinchi darajadagi eng esil güzel bir baxt saodatga to'lib, baxt saodat bilan yashay oladi. Bu hikmatsiz shu uyi oilasi ham jahannamga aylanadi. Eng baxtsiz holatda yashaydi. Hikmat bilan mol dunyo boshqarishda bo'lsin, hikmat bilan inson baxt saodatni melini ham to'g'ri yo'lga ishlatib, hikmat bilan eng go'zal shaklda foydalanib, eng go'zal shaklda xizmat qildira oladi. Hikmatsiz insonning qo'lidagi shu mol dunyoni o'ziga balo qazo bo'ladi. Qarindoshlar, shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning atasi, Allohning bizga ato qilgan atolarining ichida ham masalanga yuqorida dedik, Allohning har bir ismlarini bilgan inson, Rahimni bilsa, Rahim zot Alloh subhanahu va taolaga bog'langan kishi o'zida rahimdillikdan iborat, uning qalbida rahim qaror elish kerak deb. Shuningga o'xshash Hakim Robbini, hikmat bilan ish qiluvchi Robbini tunigan, buningga bog'langan kishi ham hikmat egasi bo'ladi. Hikmat egasi bo'ladi. Shuning uchun inna lillahi 99 isman degan bu hadisning ma'nolaridan birisi nima desa, insonning Allohning shu ilohiy kamolatlari, ilohiy sifatlari bilan insonning shu sifatlarni o'ziga o'zlashtirishi dedi. Har bir ismni o'rgangan vaqtida, har bir ismni bilgan vaqtida shu ismdan bir narsani turlab, uningdan bir mevani elib sug'urib ilib olishi dedi. Sug'urib ilib olishi. Shuningdan o'ziga o'zlashtirishi bu ilohiy sifat, bu ilohiy kamolatni. Uningdan rahmatni olgan Allohning rahimdilligidan rahmatni elishimiz kerak o'zimizga. Allohning ajoyib adolatligidan adolatlik bo'lishni o'rganishimiz kerak. Adolatni o'zimizga prinsip qilishimiz kerak. Buning hammasi shu Robbimizningki ismlarini tunuganda, Robbimizning shu go'zal ism sifatlarini bilgan vaqtimizda ondan belgi bo'lgan narsa qarindoshlar. Robbimizni tunisak, uning buyruq ustida istiqomat qilib maqsak, uningga bog'lansak, ondan keyin biz shu Robbimizningki ilohiy sifatlarini o'zimizga o'zlashtirib maqalaymiz. Alloh deydi-ki, qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Sura Shams shunaq deydi. Haqiqatan aflaha, nijot topdi, g'alaba qildi, murodiga yetdi. Kim u? Man zakkaha, nafsini poklagan kishi dedi. Bu nafsini, bu ruhini eng güzel ishlar bilan, eng güzel amallar bilan poklagan kishi haqiqatan mu nijotga erishdi u dedi. O'zining murod maqsadiga yetdi bu inson deb bo'ldi Alloh subhanahu va taolo. Dal aksicha vaqad khaba man dassaha, bu nafsini, bu ruhini yanchigan, dassigan, buni xor qilgan, ya'ni kufr bilan, jinoyat bilan, zulm bilan, yomon ishlar bilan bu nafsini past qilgan, bu nafsini xor qilgan bu kishi haqiqatan ziyon topdi bu. Bu tugashdi bu inson dedi. Haqiqatan noumid bo'ldi bu, tugashdi bu inson bu dedi. Vaqad khaba man dassaha. Yani barliq yaxshilik, barliq muvaffaqiyat, barliq g'albining hammasi Robbimizni tunishimizda qarindoshlar. Robbisini tunimagan, Allohini tunimagan kishi mumkin emas u ruhini poklay olmaydi. Hargiz va hargiz poklay olmaydi. Shuning uchun deyilganki, ya Robbi, maza faqada man wajadak va maza wajada man faqadak. Ey Robbim, seni topgan, sana erishgan kishi nimani yo'qotib qo'ydi? Seni topgan, sana erishgan, sana ulaşgan, sana yetgan kishi nimadan ayrilib qoldi u inson? Nimani yo'qotib qo'ydi u inson? Seni va maza wajada man faqadak. Sendan ayrilgan, seni yo'qotib qo'ygan kishi nimaga erishdi u? Hech nimaga erishamaydi qarindoshlar. Wa iza kana Allahu ma'ak faman alayk wa iza kana alayka faman ma'ak. Agar Alloh sen bilan bo'lsa, kim sening qarshingga chiqa olasin? Kim sening qarshingda tura olasin? Agar Alloh sening qarshingda bo'lib qolsa, kim sen bilan birga tura olasin-ki? Hech kim tura olmaydi qarindoshlar. Allohni tunish intayin va intayin muhim qarindoshlar. Shuning uchun asarda kelganki, Ibn Adam o'tgan soatlik programmamizda dedik, takrorlaymiz. Ibn Adam utlubni tajidni fa in wajadtani wajadta kull shay wa in fittuka fataka kullu shay. Wa ana ahabbu ilayka min kulli shay. Ibn Adam, ey Adam o'g'li,
meni talab qilgan deydi. Meni talab qilgan. Meni bilish uchun harakat qilgan, meni bilish uchun charchig'in, meni bilish uchun kuchigin, meni bilish uchun ish amal qilgan. Buning uchun tirishqin. Meni topsang, men topa olasan, meni talab qilsang, topsan meni deydi. Men topsan. Agar meni topsang, hamma narsani topgan, hamma narsaga erishgan bo'lasan, menga erishsang, butkul narsaga erishgan bo'lasan, meni yo'qotib qo'ysang, hamma narsani yo'qotgan bo'lasan deydi. Bütün narsani ayrilgan bo'lsan, bütün narsadan. Men sen uchun sana nisbatan hamma narsadan bakrak suyumlikman deydi Rabbimiz. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. الله أكبر. Bu beytni degan kishiga Alloh rahmat qilsinki, bu beyt shunday deydi-ki, agarda sening ko'zlaring u shu taqvodorlar, shu Allohga yaqin bo'lgan kishilar, Alloh yo'lida mengayotgan kishilar bizning yaxshiligimiz, bizning ikromimiz, bizning ne'matlarimizning ko'rgan narsani haqiqati bo'yicha ko'zing ko'raligan bo'lsa, sen hargiz bizni tashlab bizdan boshqalar tarafga ketib qolmagan, boshqa yoqlarga burilib ketmagan bo'larding deydi. Herkes bu yoqqa ketmagan bo'ladi. Agarda quloqlaring bizning go'zal xitoblarimizni, bizning bu go'zal chaqiriqlarimizni quloqlaring anglagan bo'lsa, sen o'zingning ustidan ajablanish, takabburlik, cho'ngchilik bu kiyimni selib tashlab etib, bizning qishimizga kelgan bo'ladi. Bizning qishimizga kelgan bo'ladi. Agarda muhabbatning ta'mini, bizga yaqin bo'lish, bizning muhabbatimizning, bizning ishtiyoqimizning ta'mini zarrichaqliq tetigan bo'lsang, sen o vaqtida bizning uchun yani biz uchun bizning yo'limizda o'zining jinini fido qilib bergan, jinini sep bergan, butun mol dunyo, qon, hamma narsani sep bergan, bunda qurbon bergan kishilarga o'zir bergan bo'ladi. Haqiqatan ular Allohning muhabbatini tunib tikan degan bo'ladi. Çünkü ularning qalbida ana shu muhabbat bo'lganligi uchun, bizning muhabbatimizni tetiyorganligi uchun shunday qurbon beraylik bo'ladi. Agarda bizga yaqinlashish, bizga yaqin bo'lishdan iborat bu bir mayin shamoldek bir shamol, yani bizga yaqinlashtiradigan shamol chaqliq bir narsani purab qolgan bo'lsang, shamol chaqliq mayin shamoldek bir narsa bizga yaqinlashtiradigan bu narsani agar shunday narsa sana yaqin kelib qolgan bo'lsa, buni purayolgan, buni his qila olgan bo'lsang, sen g'arib holatda bizning ishtiyoqimizda bizga yaqinlashish uchun, shu bizningki bizga yaqinlashish uchun dunyoda g'arib, miskin, g'aribona bo'lib, ishtiyoq oshiqlardan bo'lib o'lib ketgan bo'ladi, o'lgan bo'ladi. Qarindoshlar, valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allohning go'zal ismlari bor. Uning bilan chaqiringlar, uning bilan duo qilinglar dedi. Ana shu ismlar bilan duo qilinglar Allohga. Yani onun ismini tunig'in, bilgin, onun buyrug'i ustida istiqomat qilib mang'in, uningga bog'lang'in, andan uning kamoli sifatini, uning kamolatidan o'zingga o'zlashtiraysan. Buni o'zlashtiraysan o'zingga. Rahim dil zot, ar-rahim bo'lgan zot ar-rahimni qabul qiladi. Ang rahim dilni qabul qiladi. Hikmatlik bo'lgan zot, al-hakim bo'lgan zot insonni hikmatlik bandasidan qabul qiladi. Rasulullohning shunday deganligini anamiz Aisha rivoyat qilib shunday dedi. Innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu. Rifq, muloyimlik, kuyimchanlik bu narsa har qanday bir narsada bo'lsa, uni chuqum zinnatlamay, go'zallashtirmay qolmaydi. Teximmak go'zallashtirdi bu narsani. Har qanday bir narsadan bu muloyimlik, kuyimchanlik, bu rifq, ya'ni bu narsa ayrilib tatib elinsa, bu narsa elib elinsa, chuqum uni satlashtirmay, qabihlashtirmay, uni buzmay qolmaydi dedi Payg'ambar alayhisalom. Qarindoshlar, vaqt munosabati bilan tuanda biroz istirohat beramiz. Undan keyin yana davomlashtirib ma'miz programmamizni biz bilan birga qilib qolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا، باسمك نحيا دنيا ودين، نصير رحمة في العالمين.